Hozirda yoshlar orasida hayvonlarni xatti-harakatiga, ovoziga taqlid qiladiganlar ko'payib ketdi. Ular o'zini kvadroberlar deb atashadi. Kvadrobika o'zi 2000-yilda yaponiyalik sportsmen tomonidan tuzilgan sport turi, lekin hozir yoshlar uni zamonaviylashtirgan. Kvadroberlar mushukka yoki har xil hayvonga o'xshamoqchi bo'lib, ularga o'xshab 4 oyoqda yurishadi, maska, quloqcha yoki dum taqib olishadi. Kvadroberlar o'rtacha 8 yoshdan 16 yoshgacha bolalar. Kvadrobika hozir shunchaki ko'ngilochar harakat. Hammasi yaxshi, lekin chegaradan chiqmaganda. Ba'ziga kvadroberlar roliga kirishib, odamlarga hujum qilib, ularni tishlab, akkilashni boshlashdi. Bunaqa hollar juda ham ko'p kuzatilmoqda. Bundan nafaqat yoshlar, balki kattalar ham o'zidan ketib qoladi. Ular kvadrobikani shunchalik o'yin emas, buni haqiqiy hayot deb hisoblashadi va ular o'zini tariantrop submadaniyatiga kirgizishadi. Tariantroplar o'zini hayvon yoki yarim hayvon deb hisoblaydigan insonlar. Bu narsa juda ham yomon ommalashib